5 ayının 13. günü, yani Roziyetinin 1. günü, Maruf Maarif ve İnsanperverlik Yardım Cemiyeti'nin reisi Çingiz Uysal, muavin reisi Muhammed Nuri Uysal ve Tugay Danabaş Şarkı Türkistan Medeniyet ve Uçur Merkezi'nin sabık başlığı Abdücelil Qarqaş Efendi bilen görüştü. Görüşü şeriyanida Maruf Cemiyeti mezlum Uygurlarını kollaydıganlıqını bayan qildi. Maruf Cemiyeti heyetini Cemiyet Merkezide qarşı alğan Abdücelil Qarqaş Efendi, Şarkı Türkistan ve chet eldeki Uygurlarning hozirgi ahvoli haqida uçur berdi. Bundan başqa dünyanın her qaysi joylaridagi, bo'libmi O'rta Osiyo ve Türkiye'deki Uygurlar duch kelgan masalalarni hal qilish uchun hamkorlik o'rnatish qaror qilingan. Birleşken Devletler Teşkilatı'da ötküzülgen yığında Xitayning Uygurlarga tutgan muamelesi muzokara qilindi. Yığınıga qatnaşkan devletlerning vakilleri birdek Uygurlar uchrayotgan zulmni oxirlashtirish chaqiriq qildi. Yığında Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komissarining rayonga kirishiga ruxsat qilish talab qilindi. Amerika'nın Birleşken Devletler Teşkilatı'daki daimiylik vakili baş elçi Linda Xitay haqida ig'ir ayblashlarni o'tirib qo'ydi. O, Uygurlarning qiyin qistoqqa ilinganligi va ayollardan majburiy tug'mas qilib etilganligini ta'kidladi. Kişilik hukuk küzetish tashkilotining mudiri Kent Roth, musulmon osonliqlarning qamalgan mezgilda ularning madaniyati va dindan voz kechishga majbur bo'lganligini bayon qildi. Xalqaro kechirim tashkilotining bosh kotibi Agnes Kallamard Birleşken Devletler Teşkilatı'ni Sharqi Turkiston rayonidagi kishilik huquq dafsandichiligini tekshirishga chaqirdi. Tesla Amerika bilan Xitay o'rtasidagi jiddiylik keltirib chiqargan aniqsizlik sababidan Xitoyga mablag' selishni oshirish planini vaqtincha to'xtatdi. Dunyodagi eng olqishga erishgan to'qlik mashina ishlab chiqaruvchi Tesla Xitoyga intayin ahamiyat berib kelgan hamda Shanxaydagi zavodini kengaytirishni planlagan edi. Lekin Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi jiddiylik keltirib chiqargan aniqsizlik sababidan Tesla Shanxaydagi aslahalarini kengaytirishni maqsad qilgan yer elish va Shanxayni yer shari eksport markaziga aylantirish planini vaqtincha to'xtatdi. Tesla'ning Shanxaydagi zavodi yiliga 500 ming mashina ishlab chiqarish uchun loyihalangan bo'lib, hozir bu aslahada har yili Model 3 va Model Y mashinadan 450 mingni ishlab chiqaradi ekan. İsrailiya armiyasi yazma bayonotida ھاۋا va quruqluq qismlarining bugun atdigan G'azza rayoniga hujum qilayotganligini e'lon qildi. G'azzaning shimoliy rayonining sharqiy va g'arbiy qismidagi o'xshamagan nishonlar İsrailiya armiyasi tomonidan ھاۋا va dengizdan tangli bombardimon qilindi. Hujum sababidan shaharning shimolida tok uzilib qolgan bo'lib, İsrailiya armiyasi hujum qilgan rayonlardan o't yolqinlarining ko'tarilganligi ko'rildi. 10 maydan başlap İsrailiyaning hech mezgilida to'xtatmagan hujumlarida qazo qilganlarning soni 109 ga, yaralanganlarning soni 621 ga yetgan. İsrailiya saqchilari Masjidi Aqsa va Shayx Jarrahdan chekinmagandan keyin Falastin qarshilik guruhlari Isroiliyaga nurg'un raketa miyot otgan edi. Amerika kasalliklarning oldini olish va kontrol qilish markazi vaksinani tamomlagan kishilarga maska taqish majburiyatini bo'shatdi. Vaksina emlangan kishilar to'plashgan muhitda uy ichi va sirtiga maska taqamasdan chiqa oladi. Amerika prezidenti Joe Biden bayonotida bugun Amerika uchun nihoyatda alohida bir kun dedi. Biden va uning guruhidagilar maska taqmay Oqsaroydagi axborot e'lon qilish yig'iniga qatnashdi. Bundan ilgari Cumhuriyetçiler Partiyasining Kengash palata a'zolari bilan ko'rishgan Biden kasalliklarning oldini olish va kontrol qilish markazining maska talabini amaldan qoldirganligi xabari bilan maskasini ilavatgan.